Assalomu alaykum, efirda xabarlarning kechki soni va uni sizlar bilan men Hurmatoy Nurmatova tanishtiraman. Bugun dasturimizda referendumni tayinlash bo'yicha qonun loyihasi birinchi o'qishda yoqtirildi. Loyihani deputatlarning 99i qo'llab berdi. Endi Qirg'izistondagi maktablar 5 kunlik o'qitishga o'tishi mumkin. Taklif qilinayotgan qonun loyihasi o'quvchilar bilan o'qituvchilarga yengilliklar yaratishi mumkin. Oktyabr oyidan boshlab o'qituvchilar attestatsiyadan o'tkaziladi. Yangi sistema asosida oylik maoshi kategoriyasiga yarasha bo'linadi. Qadamjoydagi sel oqibatlarini bartaraf qilish ishlari to'liq bitirilmadi. O'sh oblastida o'tkazilgan Buyuk meros festivali yakunlandi. Konstitutsiyani o'zgartirish bo'yicha referendum o'tkazish qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilindi. Qonun loyihasiga 94 deputat ma'qul degan ovoz bersa, 11 xalq vakili qarshi ovoz bergan. Mazkur qonun loyihasi yana ikki o'qishda ko'rib chiqiladi. Eslatib o'tsak, referendum yo'li bilan konstitutsiyani o'zgartirish tashabbusini KSDP, Respublika Atajurt, ONG Progress va Qirg'iziston fraksiyalari ko'targan. Mazkur taklifni prezident qo'llagani bilan vaqtli hukumat a'zolari qarshi chiqishgan. Ta'kidlab mazkur qonun loyihasiga ko'ra konstitutsiyani o'zgartirish bo'yicha referendumni 4-dekabr kuni o'tkazish taklif qilinmoqda. Biometrik pasportlar yil oxirida berila boshlanadi. Bu haqda Davlat ro'yxatga olish xizmati raisi Tayirbek Sarpashev parlamentda bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, biometrik pasportlarni tayyorlash uchun Janubiy Koreya $7,5 million grant ajratgan. Shuningdek, pasportlarni tayyorlashda Janubiy koreyalik kompaniyalar yordam beradi. Ular reja bo'yicha kelayotgan yilning fevral oyida tayyorlab berish kerak. Biroq biz uni tezlashtirib, dekabr oyining oxiriga jildirishga harakat qilmoqdamiz, dedi Sarpashev. Qirg'iziston hukumati qalbaki pasport muammosini hal qilish uchun fuqarolarning biometrik ma'lumotlarini o'z ichiga olgan yangi pasport kiritishni bir necha yil avval taklif qilgan. Jalolobodda Qamchi Qulbayevning uyushgan jinoiy guruhi a'zosi qo'lga olindi. Oblast Ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning avgust oyida Suzoqning Blagoshenko qishlog'ida Kia rusumidagi avtomashinaning ortidan noma'lum Honda Stream mashinasi bilan qurolli yigitlar quvib bir necha marta o'q otgan. Biroq Kia avtomashinasi qochishga ulgurgan. Tezkor ma'lumot militsiyaga yetib, qidiruv ishlarining natijasida gumondor qatori Qamchi Qulbayevning uyushgan jinoiy guruhi a'zosi qo'lga olindi. Hozir sheriklarni aniqlash bo'yicha operativ tekshiruv ishlari davom etmoqda. O'sh shahrida Islom davlati terroristik guruhining a'zolari deganlar sud qilindi. Bu haqda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining rasmiy vakili Rahat Sulaymanov bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Islom davlati guruhining 4 a'zosi 15 yildan 18 yilgacha sudlanishdi. O'sh shahar sudi chiqargan qarorga ko'ra, ular kuchaytirilgan tartibda muddatni o'tashadi. Sudlanganlarning ikkisi Qirg'iziston fuqarosi bo'lsa, ikkisi o'zbekistonlik. Sulaymanov qo'shimcha qilishicha, mazkur terroristik guruhning a'zolari internetdagi ijtimoiy tarmoqlar orqali birlashishgan. Qo'lga olinganda ular chet o'lkaga pul ishlash uchun borishganini va turli g'oyalarga aldanishgani ma'lum bo'lgan. Shuningdek, Qirg'iziston hududida jihod uyushtirishni rejalashtirib, O'sh shahriga jo'natilgani aniqlangan. Bir topda bereneler boyunca qilmish qo'zg'algan, ular mizamda qurolli qo'shinlarga qatnashganligi uchun banditchilik, terrorizmni qarjiloo jana boshqa yaptı bereneler. Parlamentda maktablarni 5 kunlik o'quv haftaligiga o'tkazishni taklif qilishdi. Mazkur qonun loyihasi Jo'g'org'i Kengashining 5 deputati tomonidan ishlab chiqilib, jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Tashabbuschilar taklif amalga oshsa, o'quvchilarga yengil bo'lib, o'qituvchilarning dam olishi uzayishini aytishmoqda. Bizning o'lka 5 kunlik o'quvga tayyormi? Muhokamadagi yangi qonunning salbiy va ijobiy tomonlari to'g'risida navbatdagi lavhada. Parlament deputatlari maktab o'quvchilarini 5 kunlik bilim olish haqida qonun loyihasini taklif qilishdi. Tashabbuskorlarning biri Dastan Bekeshev bu yo'l bilan o'quvchilarga yengillik yaratib, o'qituvchilarga dam olish kunlari uzaytirilishiga sharoit yaratilishini aytgan. Жайкы эс алуу мезгили 3 ай деген менен мугалимдерге татыктуу эс алуу жок кесе. Анткени каникул учурунда окуучулардын документтери класстан класска көчүрүүдөгү майда барат иштер менен убакыт бат өтүп кетет. Анын натыйжасында мугалимдер жаңы окуу жылына нормалдуу эс ала албай жатабыз деген арыз даттануулар болгон. Эгерде биз окуу процессин 5 күндүк кылып өзгөртсөк, мугалимдерге да окуучуларга да жеңилдик болмок.
Lekin bunday o'zgarishga bilim berish tarmog'i tayyor emas. Ayni damdagi qonun o'qituvchilarning bilim berishi, o'quvchilarning ta'lim olishga bo'lgan imkoniyati 6 kunlik tizimga loyihalashtirilgan. 5 kunlik bilim berishga moddiy va iqtisodiy tomondan sharoitlar to'g'ri kelmaydi. Учебный программаларды өзгертіш керек. Бұл өте көп жоң ақчаларды талап қылады. Эми 5 саатқа өтүш үшін шартты түзсүн, анан кийин талап кылыш керек да. Мектепте, стандарттуу мектептерде уже талапка туура келбейт. Мына бизде мен бир мисал келтиргем. Кировда мисалы 3 смена балдар окуйт. Ансыз деле кааналар жетишпейт. 6 kun o'qitish Sovet davridan beri bilim berish tarmog'ida o'zgarmagan usullarning biri. Agar loyiha ma'qullansa, o'quvchilarning dars jadvaliga ham murakkab qoidalar kirishi mumkin. Aniqroq aytganda, ayni damda o'quvchilar bir kunda 5 soatdan bilim olsa, unda vaqt ham uzaytirilishi mumkin va bu bilan muammo hal bo'lib qolmaydi. Ana shu o'quvchilarga anda pergruz bo'lib bir kunda 7-8 soat o'qishga to'g'ri kelib qoladi. Bolalarning psixologiyasiga ta'sir etadi deb o'ylayman. Bilim berish tarmog'ida qonun qabul qilishda uning natijasiga e'tibor qaratish kerak. 5 kunlik bilim berishda bola qolgan 2 kun davomida nimalar bilan shug'ullanishni doimiy nazorat qilish kerak. Sababi bu yo'l o'smirlar orasidagi jinoyatchilik ortishiga imkon yaratib berishi mumkin deyishadi tahlilchilar. Biröyle özünün oyunu tanğulap, ana oşonu yüzege aşırı bu bayağı çöp torp qo'ygandek emas da, bu adamning taqdiri yotadi. Qonun loyihasi jamiyat eshittirishiga qo'yilgan. Agar ma'qullansa, asosiy umumiy ta'lim oluvchi o'quvchilar 2017-yilning 1-sentyabridan, o'rta umumiy ta'lim oluvchilar 2018-yildan boshlab 5 kunlik tizimga o'tishadi. Madina Ulug'bek qizi, Begim Ayasanova, Baxtiyor Aslbek o'g'li, Intimaq. Hozirda taklif qilinayotgan qonun loyihasi bo'yicha jamoatchilikda turli fikrlar aytilmoqda. Xalq 5 kunlik o'qitishga o'tishi uchun qanday fikrda, shahar yashovchilaridan so'rab ko'rdik. 5 kun o'qisa, biroq yaxshi o'qisa 5 kunda деле o'qiydi da. To'g'ri? O'shoning uchun o'shol programmani 5 kunga o'shol расписаниеga kirgizish kerak o'sha soatlarda. Endi 5 kun o'qiganda 2 kun demo, ansta 3 oy demo olishda bo'ladi. Men bir kun bo'lsa da bilim olgan yaxshi deyim. Men balam da o'sha 3-chi klassda o'qiydi. Pitnevka o'qiydi o'sha. Subota, воскресенье demolar. Shuni subota ham o'qitib qo'ysa yaxshi bo'ladi deb sizga. Jo'g'ri 1-3 klassga chayin 5-kunga, 6-kunga chayin 5-kunga o'qib bo'lsa, qolgan cho'ng klasslarga subota o'qish kerak. Burun 6 kun bo'lsa-la, hozir qanday bo'ladi? Menimcha naturi bo'lish kerak menimcha. Mal qayra ortga ketibdi. Расписаниялар. Turu programma ortga tushib qoladi. Murunqidaylar bo'lgan yaxshi deb o'ylayman. Ayem начальник klasslar o'qisa bo'laveradi. Men o'rim начальник klass shu Pitnovkada. Anan jo'g'riqlarga aytilmayman, bari qiynalib qolishadi bolalar. Polniy o'qigani yaxshi deyim. Qirg'izistondagi bilim berish 5 kunlik o'qitishga o'tgandan so'ng yaxshi tomonga o'zgarishiga imkon tug'iladi. Bu haqda deputatlar qo'shni davlatlardagi amaliyotlarni ko'rib aytishgan. Mavzuni to'ldirish uchun muxbirimizga savol bersak, Madina, aytingchi, bizning o'lkada haqiqatdan ham bilim berish nochormi? Bu haqda tahlilchilar nimalarni aytishmoqda? Qirg'izistonning bilim berish tarmog'i bir tomonlama yomon deb bo'lmaydi. Bunga misol qo'shni Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston talabalari Qirg'izistondagi tibbiy akademiyada bilim olishga intilishini misol qilib ko'rsatish mumkin. Bundan tashqari bizning yurtimizdagi tibbiyot xodimlari tomonidan ana shu qo'shni davlatning bemorlari ham davolanishi, ularning bizning kasalxonalarga kelishi bizdagi bilim tizimi yaxshi ekanligidan dalolat beradi. Shunchaki bizdagi bilim sifati yuqori bo'lgani bilan uning rivojlanish tempi sust bo'lganligi salbiy ta'sir ko'rsatmoqda desak bo'ladi. Rahmat, dasturimizni davom ettiramiz. Deputatlar o'qituvchilarning ishini yengillashtirishni ko'rib chiqishayotgan vaqtda Fan va Maorif ministrligi ularning maoshini kategoriyasiga qarab to'laydigan bo'ldi. Aniqroq aytganda, attestatsiyadan o'tkazish oktyabr oyida boshlanadi. Yangilanayotgan sistema asosida pedagoglarga komissiyaning tarifi bilan kategoriyalar berilib turiladi. Oylik maoshi ham bosqichlarga qarab to'lanadi. Attestatsiyalashni yangilashni qo'llaganlar oz emas. Biroq tahlilchilar o'qituvchilarga kiritilgan yangilik poraxo'rlikni ortishiga sabab bo'lishi mumkin degan taxminlarni aytishmoqda. Fan va ta'lim ministrligi tuzgan pedagogik jamoatni attestatsiyalash haqidagi qaror oktyabr oyidan boshlab kuchga kiradi. Unga ko'ra, o'qituvchilar attestatsiyadan o'tishiga qarab bosqichlarga bo'linadi. Attestatsiyada o'qituvchilar 3 bosqichga bo'linib, unga yarasha maosh to'lanadi. Yuqori bosqichda 2000 so'm, birinchi bosqichda 1500 so'm, ikkinchi bosqichda 1000 so'm maosh qo'shiladi.
Attestatsiyadan o'tkazish tizimi ishga tushishiga ko'plab o'qituvchilarning noroziliklari sabab bo'ldi. Masalan, o'tgan yilda ularning maoshi 50% dan 80% gacha yuqorilgan, lekin unda bosqichlarga e'tibor qaratilmagan. Misali, harakat qilib, misali, Elag'artning otilishligini olayin deb, birinchi, ikkinchi kategoriyaga jetayin deydi tag'i, misali, harakat qilishadi. Bu ota-onalik kuchaytirib, bilim berishni dengelini ko'taradi degan maqsadlar bor. Attestatsiyadan o'tish uchun ko'p hujjat va mehnat talab qilinadi. O'qituvchilar orasida buni ma'qullaganlar ham oz emas. Sababi bu yo'l bilan tajribali o'qituvchilarning mehnati oqlanib, qoniqarli maosh olishga imkon tuziladi. Men o'ylayman, muallimlarim o'shaga tatiqdi, tayyor deb o'ylayman. Biz harakat жасаватабыз. Аттестатмен болушун каалайм, бирок чындыктын негизинде ар бир талапты туура коюп, ошону чындык менен жыйынтык чыгарса. Lekin attestatsiyalash ishlari tanish bilishlarning manfaati uchun xizmat qilishi mumkin, deydi dotsent Maynisa Qo'shiyeva. Bu yo'l bilan poraxo'rlik yanada ko'payib ketishi mumkin deb qo'shimcha qiladi. Shu sabab mazkur tizimni ishga tushirish bilan birga uni ishlash mexanizmlarini ham e'tibor bilan ishlab chiqish kerakligini ta'kidlaydi. Men артыкча ошо башталгыч класстын мугалимдерине көбүрөөк көңүл бурулса деп ойлойм. Алардын түйшүгү өтө көп, анан жоопкерчилик да ошончо жогору. Анан бала бул актай барак, мектепке келген бала актай барак, ошон үчүн башталгыч класстын мугалимдери баланын сабаттуулугуна чоң таасир этет. Attestatsiyada o'qituvchilar pedagogika, psixologiya, qonun chiqarish, o'zi ta'lim bergan darslik bo'yicha bilim darajasiga ko'ra kasbiy kvalifikatsiyalik testdan o'tishi shart. Uning natijasi har bir bo'limdagi savollarning 60% dan ko'piga javob berganda o'tdi deb hisoblanadi. Eslatib o'tsak, pedagoglarga nisbatan kirgizilgan bosqich o'lchovi 2009-yilda olingan edi. Qadamjoydagi seldan keyin qayta tiklash ishlari to'liq bajarilmagan. Eslatib o'tsak, tabiiy ofat joriy yilning 28-may kuni bir nechta turar joy, ichki yo'llar va suv quvurlarini yaroqsiz holatga keltirgan. Uning ichida Qadamjoy surma kombinatining profilaktoriyasining tozalanmagan suv ketuvchi quvurlari jabrlanib, joriy yil hisobidan unda ishlagan 400 xodim davolanmay qolgan. Qadamjoy surma kombinatining sanatoriyasidagi xodimlar har yili bepul davolanishar edi, lekin joriy yilning 28-mayda bo'lgan sel oqibatida binoning kanalizatsiyasini sel olib ketib, xodimlar davolanishga kelmay, o'rinlar bo'sh qoldi. Sentyabr oyining oxiri bo'lib qoldi. Bir dag'in odam daralangan yo'q. Bu degan so'z odamlarning denso'lig'iga ziyon qiynalasi. Bizning odamlar hozir kombinatning ahvoli og'irlikdan uzoq joylarga borib daralanib ketishga mumkinchiliklari yo'q. Qadamjoy surma kombinatining rahbariyati bildirishicha, tabiiy ofat keltirgan ziyonni bartaraf qilish uchun shahar meriyasiga qo'llov ko'rsatib, texnikalar bilan ta'minlab turgan. Lekin meriya suv quvurlarini bir haftada ta'mirlab beramiz deganidan buyon 4 oy vaqt o'tdi. Shu turbalarni uzib ketgan ekan, komissiyani kelib qaraganmiz. JKO'ning spesialistlari, meriyaning odamlari bilan, hokimiyatning odamlari bilan kelib komissiyani qarab, bir jumada bitamiz degan demeni, mana hozirgi vaqtga chayin bitirishmedi, emne sebepler bilan bitirishmedi. Bizden kombinattan kerekli teknika, сварочный apparatlar barsin turbasına chayin berib turdik. Qadamjoy shahar meri To'lqin Qambarov suv quvurlari ishlamasligidan kombinat emas, shahar yashovchilari ham og'ir ahvolda ekanligini bildiradi. Hozirda yo'l va ko'priklarni ta'mirlayapmiz. Shu sabab quvurlarni ta'mirlash masalasini oktyabr oyi o'rtasigacha bitkazamiz deb va'da berdi. Biz bitiramiz. Anan bu bir ele ошол kanalizatsiyaga cho'ng жергиликтүү бюджеттен сумманы жумшоо бизге дагы максатка ылайыктуу эмес. Себеби биздин быйыл 2016-жылга жана 16-17 жылга күз-кыш айларына даярдык иштери жүрүп жатат. Бул Sel oqibatida Qadamjoy shahar infrastrukturasiga 70 million so'mdan ortiq chiqim bo'lgan. 4 oy davomida esa 16 million so'm sarflangan qayta tiklash ishlari amalga oshirildi. Qirg'iz-Xitoy chegarasi vaqtincha yopiladi. Bu haqda Davlat chegara xizmati ma'lum qildi. Unda aytilishicha, Xitoy tomonining tashabbusi bilan chegaradagi To'rug'art va Irkeshtom nazorati o'tkazish bekatlari yopildi. Bekatlar Xitoydagi bilim berish bayrami sababli fuqarolarni o'tkazish to'xtatiladi. Irkeshtom nazorati o'tkazish bekati 1-oktyabrdan 3-oktyabrgacha yopiq bo'lib, avtomashinalarni va kishilarni o'tkazish 4-oktyabrdan boshlab jonlanadi. To'rug'art chegara bekati esa 1-oktyabrdan 7-oktyabrgacha yopiq bo'ladi. Dasturimizni xalqaro yangiliklar bilan davom ettiramiz. Bo'ronli shamol, kuchli yog'ingarchilik va chaqmoq Janubiy Avstraliyani butunlay elektr nurisiz qoldirdi. Milliondan ortiq aholi yashagan shtatlarda avtomashina yo'llari yopilib, temir yo'l bekatlari va mahkama ishxonalar o'z ishini to'xtatdi. Qorong'ulik qoplagan shtatning holati haqida navbatdagi lavhada.
Janubiy Avstraliyaning barcha shtatlari bo'ronli shamol bilan chaqmoq natijasida elektr yorug'isiz qoldi. Shuningdek, avtomashina yo'llarining chiroqlari ham ishlamay, port kemalari va poyezdlar to'xtab qolgan. Uran ishlab chiqaruvchi tog' konlari ham ishini to'xtatdi. O'tgan sutkada shtatning senatori mahalliy telekanallari orqali noma bildirgan. Bunday bo'lishi mumkin emas. Shtat to'lig'i menen jarg'isiz qoluvga bo'lmaydi. Menimcha ertangi kundan elektr energiyasi beriladi. Agachayin qarang'uda o'tiruvdan boshqa arg'amiz yo'q. Og'ir ahvolda qolgan hududlarda rezerv elektr tizimi qo'llanilib, hozircha elektr stansiyalarida tuzatish ishlari olib borilmoqda. Ta'kidlab o'tsak, Janubiy Avstraliyada umumiy hisobda 1,700,000 xalq istiqomat qiladi. Yonilg'i moddaga bo'lgan narx ortmoqda. Bunga yonilg'i modda eksport qiluvchi o'lkalar tashkiloti ishlab chiqarish hajmiga cheklov kiritishni qabul qilgani sabab bo'lgan. OPEC a'zolari chorshanba kuni Aljerda o'tgan norasmiy uchrashuv davomida ishlab chiqarish har kuni 700,000 barrelgacha kamaytirish bo'yicha so'zlashishdi. Bu bilan OPEC 1 yil avvalgi normaga qaytadi. Tashkilot vakillari har bir o'lka uchun ishlab chiqarish miqdorini Venada o'tadigan 30-noyabrdagi uchrashuvda kelishishadi. Bundan tashqari OPEC dunyo bozoridagi holatni yaxshilash uchun yonilg'i modda eksport qilgan boshqa o'lkalarning qo'lloviga ega bo'lish niyatida. Eslatib bo'lsak, 2014-yilning o'rtasida yonilg'i moddalarga bo'lgan baholar 2 marta arzonlagan. Amerikaning Kembrij va Boton ko'chalarida turli bo'yoqlar bilan bezalgan pianinolar paydo bo'ldi. Bunday pianinolarda yashovchilar o'zlari istagan musiqani chalishlari mumkin. Tashkilotchilar bundan maqsad o'lkada simfoniya mavsumi boshlanganini va musiqani keng tarqatishdan iborat ekanligini aytishgan. Amerikaning Kembrij va Boton shaharlarining ko'chalarida mana bunday turli rangga bo'yalgan pianinolar paydo bo'ldi. Chora-tadbirlarni tashkil etuvchi kompaniya 60 dan ortiq musiqiy asboblarni olib kelishgan. Ularni mahalliy suratchilar bo'yashdi. Har bir pianinoda "Men sizlarniki" degan yozuvlar bitilgan. Men muzikani har bir shaharga jayiltqim keldi. Bunday instrumentlerni aeroportdan, temir yo'l beketlerden de gördüm. Abdan quvonishdaman. Biz Boston simfoniyanın sezonunu başlap jatabız. Turg'unlar ko'chadagi muzika asboblarini xohlagancha o'ynasa bo'ladi. Shuningdek, Bostondagi balet gruppasi Karsar asaridan parcha namoyish etishdi. Bunday pianinolar dunyo yuzi bo'yicha 50 ta shaharda qo'yilgan. Jumladan London, San-Paulo, Barselona va Nyu-York shaharlarida mavjud. Bunday musiqiy asboblar 10-oktyabrga qadar qo'yiladi. Tarix va madaniyat yili munosabati bilan O'sh oblastida uyushtirilgan Buyuk meros festivali bugun yakunlandi. Bosh sovringa 70,000 so'm qo'yilib, oblastdagi 7 rayon sahna ko'rinishlarini xalq oldida namoyish qilishdi. Bu tanlovda qaysi rayon g'olib bo'ldi? Tadbirga ishtirok etib kelgan muxbirimiz so'zlab beradi. Buyuk meros festivalini yakunlash tadbirida O'sh oblastining 7 rayonidan kelgan insonlar iste'dodlarini namoyish etishdi. Unda qirg'iz xalqining urf-odatlari sahnalashtirildi. Ko'pchilik e'tiboriga sazovor bo'lgani Cho'ng'ilay rayonidan kelgan o'quvchi qizlarning 1916-yildagi Urkun voqeasi bo'ldi. Ular o'sha vaqtda ota-onasiz qolgan bolalar va farzandidan ayrilgan onalar rolini ko'rsatishgan. Tadbirda maqol va aytishuvlar bo'ldi. Shuningdek, unutilib borayotgan qo'shiqlar kuylanib, qo'mizda o'ynaldi. Shamon raqsi kelganlarning ko'pchiligini qiziqtirdi. Tarix va madaniyat yili munosabati bilan boshlangan Buyuk meros festivali yakunlandi. G'oliblarni 7 kishidan iborat hakamlar aniqlashdi. Bosh sovrin Olay rayoniga berilib, 70,000 so'm pul mukofoti va diplom bilan taqdirlandi. Har bir rayondan o'tgan ish charasida o'shol yerda biz baalarimizni qo'yib o'tkazib atdik da. Mana shuning natijasida javob baaloo menen biz mıқты rayondu tandaganga to'g'ri keldi. Biz negizden biz but bardık epizod çağıldırdık. Şu Kurmaylan Datkanın, Alınbek Datkanın, oşonda ele Kırgız mamleketgan tüptölgönün, oşonun jiyintig'i, ışıntımaqtın belgisi men şuga jetdik degan o'ydamman. 3-o'ringa ega bo'lgan Olay va Qoraqulcha rayoniga 20,000 so'm va diplom berildi. 2-o'ringa Qorasuv rayoni erishib 30,000 so'm va diplomga sazovor bo'ldi. 1-o'ringa esa Arabon, O'zgan rayonlari chiqdi. Ular 50,000 so'm va diplom bilan taqdirlanishdi. Tarix va madaniyat yili munosabati bilan uyushtirilgan tanlov maqsadi qirg'iz xalqining qadriyatlarini, urf-odatlarini jonlantirish bo'lib hisoblanadi. Eslatib o'tsak, festival joriy yilning may oyida boshlanib, avgust oyida yakunlangan.
Arzıtıp selgi жүрөгүн ай Акылман оу жигит дос болуп. Dastur yakunida ajoyib lavhaga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. O'xshash rangli 16 it egasining ortidan suvga sakrab suzishda. Ularning teng chiqargan tovushlari suzuvchilarga qo'shimcha ko'rk beradi. Ularning hammasi eng yaxshi sportchilarga o'xshaydi. Bugun muxbirlarimiz tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Xayr, omon bo'ling.